Assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, qoshimni o'tgan oyda permanent qilgandik. Bugun xuddi shuni korreksiyasiga keldim. Korreksiya bilan birgalikda laminatsiya ham qilib qo'ydilar. Shunaqa yana ochildi qoshim. Oldin o'zimni qoshim deb bo'lib turgan bo'lsa, hozir laminatsiyada yana ham qalinlashdi, qaranglar. Shunaqa chiroyli. Sizga qoshingiz? Rusa yoqdi. Sizlarga ham yoqdi bilaman. O'tgan safar yoqqanidan juda ko'pchilik yozibdi. Sizlar ham bemalol menga o'xshab ishonsanglar bo'ladi Zeb opaga. Ishonchinglarni 100% oqlaydilar, shunaqa chiroyli qilib beradilar. Glavnisi qoshiga to'kilmaydi, hech qanaqa zarar yetmaydi. Bemalol kelsanglar bo'ladi ishonib. Og'riqlar, qonashlar hech narsa bo'lmadi. Umuman qon chiqmadi. Mana hozir ham ko'rinib turibdi videoda. Hech qanaqa qon ham chiqmadi. Poralaringlar ham ochilib ketmaydi. O'zlari nimadir maskalar beradilar, yaxshi surib turasizlar, umuman hech narsa qilmaydi. Qoshlarni termadik mana, yaxshilab ko'rsanglar bo'ladi. Hamma terilgan-ku. Даже bugun osvetleniya ham qilmadik. O'tgan safargi osvetleniya hali ham mana yaxshi bo'lib turgani uchun. Yoqqandan